Qishloqdagi keliningizdan salomlar. Qish faslida kunlar qisqa bo'lgani tufayli kech kirgan sari kechki ovqatga nima ovqat qilsam bo'larkin deb boshingiz qotadi. Sizlarda ham shundaymi? Shu bugun ham kechga nima ovqat qilsam bo'larkin deb o'ylanib turgan paytim Ovsinjonimdan taklif tushdi. Opajon, kechqurunga xonim qilib bering deb hosila bo'ladimi? Mayli-da, bo'lsa shu ovsinimga bo'lsin deb xonim qilishga kirishib ketdim.